siz Fibonacci'ni noto'g'ri ishlatasiz. Hozir men sizga Fibonacci'ni qanaqa qilib to'g'ri ishlatishni ko'rsatib beraman. Polnosti. Hop, grafikimizda maksimum minimumlarimiz bor. Biz trendni birinchi o'rinda aniqlab olishimiz kerak. Xohlasangiz M30 da, H1 da yoki H4 D1 larda bemalol Fibonacci'ni ishlatsangiz bo'laveradi. Hozirda biz M30 time frame'idamiz. Trendimiz mana bu yerda trendimiz pastga ketib turgan endi va maksimum buzildi va trendimiz yuqoriga qarab ketishni boshladi. Biz shunaqa paytda nima qilamiz? Maksimumimizni buzgandan keyin sal harakatini kutamiz. Minimum maksimumlarda Fibonacci tortish huquqiga ega bo'lamiz. Mana bu yerda ham Fibonacci'ni mana bunaqa tortsak, bizda 0.5 urovingdan qaytgan hisoblanyapti. Yana ketyapmiz. O'sha yana maksimum yangilanish kerak. Siz Fibonacci'ni birinchi Fibonacci'ni chizganingizdan keyin ikkinchi Fibonacci'ni chizishingiz uchun maksimumimiz yangilangan bo'lishi kerak. Mana bu maksimumimiz yoki minimumimiz yangilangandan keyin siz ikkinchi Fibonacci'ni chizishda harakatini qilsangiz bo'laveradi. Hozir bu yerda bizning maksimumimiz yangilandi va kutyapmiz. O'sha mana yerda ozgina harakat bo'lyapti va biz mana bu minimumimizdan mana bu maksimumimizgacha chizyapmizda va bizda 0.5 urovingda hozirda narximiz 0.5 urovingda turibdi. Bu yerda biz kichkina time frame'da asos bilan qidiramiz va 0.5 da yoki 0.618 urovinglarda harakat qilib ko'rsak bo'laveradi. Kirish nuqtamizda qarab ko'rsak, M5 ga kiryapmiz. M5 ga kirganimizda bu yerda fraktal struktura shakllangan. Mana fraktal bo'yicha bu yerda chizdik va mana bu maksimumchamiz yangilangandan keyin o'sha biz savdoga kiryapmiz. Stop loss va take profitlar qo'yamiz. Take profitimiz 1 ga 2 yoki 1 ga 3 bemalol qo'ysak bo'laveradi. Hozirda 1 ga 2 miz o'sha urib bergan. Shunaqa qilib bemalol ishlatsak bo'laveradi Fibonacci'mizni. Sizga maslahatim M30 dan tepa time frame'da Fibonacci'ni chizishingizni tavsiya etaman. Birinchi o'rinda trendni aniqlab olasiz va trendimiz buzilgandan keyin yoki trend bo'yicha Fibonacci'ni bemalol ishlatsangiz bo'laveradi. Foydali ma'lumotlarni o'tkazib olmaslik uchun meni kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Bu yerda ham har xil darsliklar va foydali ma'lumotlarni berib boraman.